odamlarni to'rtta bir yomon gapga uchayotgan qiz ekansan. Men senga hayotimni bermoqchi edim. Bugun realniy multikka uylanishga qaror qabul qildim. Ash qizni qaytarib olmoqchi edim, ash qizni hayotga qaytarmoqchi edim. Lekin o'ziga o'zi yomonlik qilib, mana mendan yomonlik ko'rgandek qilib o'zini tutyapti. Bormayman, hayotda bormayman. Hayotda bormayman. Hayotda bormayman. Bu kunlar ham vaqtinchada. Qarg'ayapti. Emas, bir kunda kelasan. Va ko'rasan. Birovni hayoti bilan o'ynash qanaqa bo'lishini. Men ko'p gapirmayman. Prosta kechirardim agar kelganda, hozir hammamiz uzr so'raganida men kechirardim. Keyinchi? Lekin даже aslida kechirishga ham loyiq odam emas-da u, lekin Ana. kechirishga ham loyiq emas. Prosta odamlar menga aytayapti-da, kelsin, uzr so'rasin, kechiraylik deb. Kechiraylik. Kim uzr so'rayapti sendan kechirish so'rayotgan? Ko'ngil odamman-da. Hayotda. Kechiraveraman hammasini. Hayotda. Lekin bu kechiradigan narsa emas. Xuddi Nima bo'ldi? Kechirib bo'lmayotganda nima bo'ldi? Joningiz uzilib tushdimi? Kechirib bo'lmayotganda oyoqlaringiz uzilib tushdimi? Yo bir joyingga bir narsa bo'ldimi? Yo kishtangdan bir so'm puling kelmayib qoldimi? Kechirib bo'lmayotganda ya. Voh, harom, yaxshilik yomonlikda bu. Yaxshilik. qolay deb o'yladi. Bu yo'q-ku, axir efirga ham chiqmaydi deb o'yladi. Lekin bu narsa hammaga tarqalib ketgandan keyin, bu narsa katta bo'lib ketgandan keyin men uni yaxshi ko'raman deb chiqdi. Tavba qildi. Pipец, короче. O'zini уже защита qilib oldi-da u. Men efirga chiqmasdan oldin защита qilib oldi o'zini. Lekin bunaqa oson bo'lmaysan. Hech qachon. Oson kutila olmaysan. Kel ko'rib o'tiribdi. Kelsin, kel oldimga uzr so'ra. Sizlarsin, sensiramasin. Uzr so'ra. Qurolda sensiramasin. Hayotda qurol. Kelmasa, endi xafa bo'lmasin, bo'ldi, короче. Men charchadim. Baray yozib beray, Libojoga. Baray yozib beray. Xohlaganingga bor yozib ber. Efirini yopib kelishga u odamda 1,5 soat bo'ldi. Lekin 1,5 soat efirda o'tiribdi, chiqmadi efirdan, kelmadi. To'g'rimi? Kelmadi. 1,5 soat vaqti bor edi, kelib xalqdan uzr so'rashga. Lekin kelmadi. Xo'p. Endi menga hech kim xafa bo'lmasin. Xo'pmi? Men endi o'zim xohlagan narsani qilaman. Menga hech kim xafa bo'lishi yo'q. Ona aytishga odamlar 102 qil iltimos yozyapti. Qil 102. 102 emas, 104 qilinglar. 107 qilinglar. 102 qilmanglar, 107 qilinglar. Rahmat, men tirikman. Bilmadim endi qachon o'laman. Lekin hozir tirikman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'lingizlar. Hammasi uchun rahmat. Lekin endi men oldingi hisobda multik emasman-da, shuni aytkim kelyapti prosta. Oldingi jim yuradigan, indamay yuradigan multik emasman. Menga qanaqa hurmat qiladi odam, shunaqa hurmat qilaman. Meni hurmat qilmaydigan odamni men ham hurmat qilmayman. Menga bir tegin boshqa odamni. Shu bo'ldi, men chiqdim. Hammangizga rahmat. Nima qilsam ham endi ko'raverasizlar. Bor, yozib ber xohlagan. Men TikTokni o'chirishim mumkin. Prosta biroz menga dam olish kerak.
chunki men Ketdim bitta kiraydi. charchab yuribman.